16 qism. Ular hech bo'lmasa buningdan ibrat elisha deganlarni o'ylab, bu xil ahvolgami ideyada tayyorlik qilib bo'ldi. Eng muhimi, opasi bilan ochisining uni apu qilishi. Shularni apu qilsa, haq nima deysa parvoyi balak. Gulnoziya shularni o'ylab o'tib, uyning oldiga kelib qoldi. Eshik oldi, hovli ichi jimjit edi. Qaraganda, ularning uyga kelgan mehmonlarning allaqachon oyqi uzilgan edi. U astag'ina uyga kirdi. Opasi bilan ochisi paranglashib o'tirdi. Parang nahla Gulnoziyaning ustida bo'layotdi. Ular Gulnoziyaning kirib kelganligini ko'ribla gaplarini to'xtatishdi. Opasi bo'lsa, uni ko'zimi ko'rmasin degandek qilib, yuzini o'rib o'ldirdi. Ochisi Nojiya bo'lsa, uningga ochiq birini olaydi. Yana qaysi yuzing bilan kelding bu uyga, ha? Dadamni bizdan ayirib etding. Endi xo'sh bo'lgansan. Ering tarafdagilar dadamning o'limiga kelibdi. Bechora opam dadamning dardi bir yondi qilib, ularning oldida xijolatchilikdan o'lgudek bo'lib ketdi. Ular haqiqatan esil odam ekan. Kichik bo'lsa-mu, odam. Ular qizi Sohiraning dardida tegishib qo'shiqdagli bo'lib qoldi. Shundaqdimi, chiroyli qoidasini qilib bizning uyga keldi. Ular kelmasimi, ulardan og'irnishga yuzimiz yo'q edi. Sen zodi nima qilib qo'yding, ha? Hayronman. Sening zodi qanday yuraking bordi? Sening ularning birdan-bir yurak parisiga qilganlaringni opamdan anglab, men jonimda yurak kesilib qolay dedim. Bechora qizga ichim og'irdi. O'gayning eti yomon bo'lgan taqdirdami? U texi kichkina bir qiz edi-ku. Ajaba, opam dadamlar bizga shunday tarbiya qilganmi? Sen oliy maktabda zaharxandlikni o'rganib kelganmiding ya? Sen shu qilmishlaring tufayli qancha odamga qarz bo'lganligingni bilamsan. Bo'ldi, acha, so'zlamagin. Sendan o'tinib qolay, endi so'zlamagin. Men nimani qilay? Bu xatoliklarni yuvib bo'lmaydiganligimni bilaman. Men kechirgisiz jinoyat o'tkazdim. Men haqiqatan odam emaskanman. Men o'zimcha g'aflatga petib qilganlarimni hech kim bilmaydi. Meni hech kim qilolmaydi deb o'ylab, bekladidan eshib ketibman. Sohirani baxtimga to'salg'u deb o'ylayapman. Bu uyda Sohira bo'g'ishqala. Menga shundoq bir o'rinning chiqqini bilmabman. Men ularga yuz kelmayman. Sizlarga yuz kelmayman. Mehribon dadamga, tixama yuz kelmayman. Meni kechirib etinglar deymayman. Ammo xatoligimni yuvish fursatini berishinglarni, opamning xizmatini qilib olish fursatini berishinglarni umid qilaman. Oppa, acha, menga bu fursatni beralasizlarmi? Gulnoziya yig'lig'inicha ularga tizilib turib apu so'radi. Nimali bo'lmasin, yanala qon qarindosh emasmi? O'z bag'rini yerib chiqqan bola emasmi? Ular yanala Gulnoziyani bag'riga erishdi. 3 ayol o'zaro quchoqlashib, uzoqdan uzoqqa yig'lashdi. Kishilarning gapi yomon. Garchi xeyli kunlar o'tib ketgan bo'lsa-mu, Gulnarxon biror qo'shnisining yanida uzoqroq mungdashib bila turolmaydi. Boshqa ayollardek o'z bolalaridan faxrlanib turib, rostdan yoki yolg'ondan bo'lsa-mu maqtanolmaydi. Gulnoziyaning yovuzligi uning beshiga, eshik beshiga esilgan to'qmoqdek teggini teggan edi. Har qatam mushundoq ishga o'chirsalar, u xeyli vaqtgacha bir xil xomush odamdek bo'lib qoladi. Bara-bara Gulnarxon tala tuzga chiqmaydigan. Uyda bir o'ltirsa, bir kim to'lab turg'izib o'tmasa, o'tiraveradigan. Bir kim gap qilmasa, tishirib bir eg'iz gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Vaqt uzargancha u o'ziga o'zi gap qildigan. Oldiga
qizlari kelsimi, ularga uzoqdan uzoq qarab, tasdi ilg'a qiladigan bo'lib qoldi. Opasining bu holatini ko'rgan Gulnozga kunda bir o'lib, bir tirildi. Qizlar opasini doktorxonaga apirib ko'rsatdi. Doktor uning og'ir darajada nervi ojizlab ketganligini aytib, uni ruhiy kasalliklar doktorxonasiga buyurib berdi. Ilgari xushalliq qaynaydigan bu uyda hozir Gulnoziya yolg'iz qoldi. Najiya onda-munda kelib, uyni va Gulnoziyani yo'qlab turdi. Gulnoziya yolg'iz o'tirib, o'tgan ishlarni behlib ko'p o'ylaydi. Har o'ylaganlarda ichini ajoyib pushaymonlik hislar tatlab aram bermaydi. Kunduzi azobli xayollar, kechasi qo'rqinchli tushlar uni holidan ketkizdi. Uning ortiqcha ishlarni o'ylashga, kelgusini tasavvur qilib beqishga madori yo'q edi. Shunchalik baxtli ikki oilani u vayron qildi. O'zidan boshqaga ko'ngil bermagan Farhodni noumid qo'ydi. Endi uning yana yashashga salohiyati to'shamdi. Bundoq yashaganning nima ahamiyati? U davomli mushundaq xayol qiladi. O'zini bu jahonga ortiq to'rilib qolgandek his qilishga boshladi. Ham men bu azoblardan o'libli qutulay deb o'ylaydigan bo'lib qoldi. U bugun o'rnidan turib, necha vaqtdan beri tarqoq solmay, qo'lida mundoqlik qilib tugib olgan chechini radlik tordi. Yarishimliq, chiroyli kiyimini kiydi. Ondan so'sqina girma qildi va eshikdan chiqmoqchi bo'lib, bir putini bo'sug'idan otiltib yana turib qoldi. U yana keyniga yondi. U o'ltirib birdam o'ylandi-da, qo'liga qog'oz qalam ilib, uzundan uzun bir nimalarni yozdi va qog'ozni qatlab konvertga soldi. U bir bisib, ikki bisib Ahmad apandining uyiga keldi. Uyda odam yo'qda qoladi. Hozir uyda odam bor bo'lgan taqdirdami, Gulnoziyaning ular bilan ko'rishish xayoli yo'q edi. U qo'lidagi konvertni eshikning go'chqiga qistirib qo'yib, keyniga yondi. U yana avvalgidek daryo bo'yiga qarab yurib ketdi. Shundoq Gulnoziya hayotini oxirlashtirmoqchi. U davomli opsidan suv degan hammani paqlaydi degan gaplarni anglaydi. Balkim daryo suvi Gulnoziyaning xatoliklarini yuyib, uni paqlab qo'yar. Mushu orqali qilganlarining azobini ozroq bo'lsa-mu yengillar. U mana shularni o'ylab, bir besib, ikki besib daryo bo'yiga yetib keldi. Bugun daryoda burunqidek loylatga aralashgan maynat suv emas, balki pak-pakiza suzuk suv oqayotdi. Buning o'zi bargan sari sovuqning tushayotganligidan derak beradi. Ammo Gulnoziyaning buni o'ylashqidek holi yo'q. Suning suzuk oqayotgani uningga nisbatan daryo suyiningmi o'zining qarorini to'g'ri topganligidek bilinib ketyotdi. Chunki pokiz suv uni texmi yaxshi paqlaydi. U daryo bo'yida uzun o'ltirdi. Uning ko'z yoshlari yana avvalgidek manzillarini bo'ylab oqib tushmoqda edi. U ko'nglida hamma kishidan apu so'rayotdi. U ostag'ini o'rnidan turdi. Ondan muzdek daryo suyiga bir qadamdan ichkarilab kirishga boshladi. Ahmad apandi uyga qaytib kelib, eshikka qistirib qo'yilgan konvertni ko'rib hayron qoldi. U konvertni elib qarab edi. Ustida hech qanday bir uchur ko'rinmadi. Ammo xat o'zining eshigiga qistirilgan bo'lg'achqa, u uyga kirib, tezlik konvertni ichib, ichidagi xatni o'qishga boshladi. Bu Gulnoziyaning o'ziga yozgan xati edi. Qandaq ahvolingiz Ahmad? Yaxshi turibsiz? Kechiring. Sizning yaxshi turmayotganligingizni obdan bilib turib, yana mushundaq deb so'ravdiman. Oldingizda ayblikman. Menga qilgan shuncha yaxshi muomalangizga, shu yaxshi muomalangizga loyiq ish qilolmadim. Mening rahimsizligim tufayli
Siz o mahsahiradan ayrılıp kaldınız. Ben bosam dadamdan ayrılıp kaldım. Anamның ağırıp kalışığı sebepçi buldum. Ailemnin hoşalıkını yok attım. Ameliyatda mening yo'qotganlarim bo'la emas. Men nurg'un kishilarning ko'ngliga azor berdim. Meni ayblasangizmi deyiveray. Asli biz bu to'ylik qilmasligimiz kerak edi. Ammo mening shuhratparastligim, mol dunyoni ustun ko'rib ketishim, boshqalarning pok qalbini tushunmasligim bu xato bo'lgan to'yni borliqqa keltirdi. Kichikimdan bolalarning kichiki deb erki o'sganim rost. Uyda men nimil qilsam, nimil desam to'g'ri bo'ladi. Acamning gaplari yo'lliq bo'lsa-mu, nemishqadir uydagilar yana acamni bostirib men tarafda turadi. Shundaq bo'lg'ashqa, menda bir xil o'zimninkini rost deydigan, jahil, boshqalarning ko'nglini tushunmaydigan, o'zimninkini ishi aqsa, boshqalarning qanday o'ylashi bilan ko'rin bo'lmaydigan bir xil ahvol shakllanib qolgan edi. Ota-onam menga kuyinatdi. Ammo bu ziyoda kuyinishlarning meni bundoq bosh-boshda qilib etishini ular o'zimi o'ylamagan edi. Mening bundoq deb ularni aybligimmi yo'q. Men o'yin qapi edim. Shunga oliy maktabga chiqibmi, o'zimning bu yerga nimaga kelganligimni unutib, o'yin deganning qapini yerivatdim. Bundoq desam boshqacha o'ylab qolmang. Men o'ynagan bilan axloq fazilatga muxolif ish qilib boqqan emas. O'zimni xili jonliq, gangong his qilatdim. Toki men Farhodga yo'liqcha ashundaq o'yin tomoshadan o'zimni tortolmay keldim. Qachon Farhodga yo'liqdim, men asta-asta o'zgardim. Bu yigitning muhabbatiga erishish uchun ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdim. Tirishchanliklarim o'z natijasini ko'rsatib, uning muhabbatiga nail bo'ldim. Biz ana shu tarzda 3 yil muhabbatlashdik. Menmi, umu bir-birimizni bekli yaxshi ko'ratdik. Biz boshqa bolalardek muhabbatlashibla hammani unutib qolmadik. U meni bekli hurmatlaydi. Mening izzat hurmatimga tegadigan ishlarni azaldan qilib boqmagan. Meni yomon ko'rsatib, keynimdan har nimalarni degan kishilarga parvo qilmay meni qadrlab, ko'nglimga qilchilik azor bermagan edi. Biz mushundaq yurib oliy maktabni bitirdik. Biz o'qish bitirib kelgan yili imtihon berdik. Imtihondan Farhod o'tdi. U hozir 4-o'rta maktabda fizika o'qituvchisi bo'lib ishlayotdi. Ammo men imtihondan o'tolmadim. Balkim bu ayni yillar o'qishga ulsaldigan damlarda o'ynab yurganimning jazosidir. Men bundaq bo'larini o'ylamagan edim. Ko'nglim yerim, kayfiyatim to'liq nachar edi. Gerçi Farhod vaqtdan vaqt chiqarib menga ko'ngil bo'lib turgan bo'lsa-mu, ammo menga yanala uning kuyunishlari yetarlik bo'lmayotgandek tuyuladi. Bo'libmi men Farhodni to'liq o'rta maktabdan boshlab yaxshi ko'rib kelayotgan Dilmira'ningmi shu maktabda ekanligini bilgandan keyin ichimni qurt tatlagandek aramsizlandi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 16 qismini anglatdik. Avtori Zaynabgul Abdurahim.